Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqo'zmi tumani Andijon mavqeida joylashgan Homidov Ilhomjon aka xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozir bugungi kunda Ilhom akani o'zlari yo'q, ayollari bilan nima qilyapmiz. Xonadonida bir qator vaqa paketlari mavjud. Mana xonadonida bir qator mana tovuqlarni ko'paytirgan. Xonadonda ancha tovuqlari bor ekan. Bu yoqda mana molxonasi, yuqorida hasharxonalar mavjud. Mana tovuqxonalari. Anchagina tovuqlar bor ekan. Tabii hasharxonalar. Molxonasimikin? Hozir mollar dalada ekan, qishki joylar hisoblanadi bu yoq.